Assalomu alaykum. Qorabosh o'rdek ishqibozlari. Bu cho'jalarimiz 57 ta. Bir haftalik bo'ldi, xudo xolasa. Bu tovuq cho'jalarimiz o'rdaklar ochgan. 22 ta ochgan. Ana xudo xolasa 20 kun oldin video qo'ygandim. 20 kun oldingi cho'jalarimiz o'rdaklar qatoriga qo'shilib qoldi. Enalariga o'xshab xudo xolasa katta bo'lib qolishdi. Ularni enalariga qo'shib yubordik. Mana 18 tasi yotibdi. Mablarini 100 mingdan xudo xolasa berib yuboramiz. Mana mablar enalariga yetib oldi. Mana mablarni 100 mingdan berib yuboramiz. Mana mablar ham xudo xolasa o'rdaklar qatoriga qo'shilib qoldi. 285 ta qorabosh o'rdak cho'jalarimizni enalariga qo'shdik. Shu katagini bitta qilib yubordik. Joy yetmaganligi sababli. Bular birinchi ochib chiqqan cho'jalar. Bular birinchi ochib chiqqan, bular shular ochib chiqqan. Ularda xudo xolasa 100 mingdan berib yuboramiz. Gedeti bir 50 ta bor. Mana qala. Kimga shunday qorabosh o'rdakka o'rdak cho'jalari, o'rdaklari kerak bo'lsa o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa doim xizmatdamiz.